kelindi topgan puli o'ziniki deb reels qo'ysam, qaynana eri ham, xotinni ham pulini olib qo'ysa, qochish kerak deb reels qo'ysam, endi rosa negativ yozishdi-da ba'zi bir erkaklar. Endi domlalar aytayapti. Haqorat kelindi topgan puli deb domlalar, manaman degan o'qigan, dinni tanigan domlalar aytayapti. Ular oldida men kim bo'lmayman. Mana shular orqasidan ergashib gapiryapman. To'g'ri gapiryapman. Bunday bir ongli ravishda o'ylasanglar ham. Rosa negativ yozishyapti. O'shalarning ichida mayli, bittasi bor ekan endi. Endi og'zidan adi kirib, badi chiqibdi. Keyin aytibdi, "Ha, ajrashib debdi, senga o'xshab ikkinchi marta turmush qurish kerakmi?" debdi. Endi iplasanglar turmush quringlar. Men bir nima demoqchi emasman. Iplamasanglar, yuraveringlar. U ham sizlar fikringlar. Lekin ana detskiy понятkani qarasam, maktab o'quvchisida "Seni men seni yoshingdachi o'pishsa odam homilador bo'lib qoladi" deb yurardim. Seni ko'zing qaysi zamon bu paytgacha ochilib ketdi? Rasmini qo'yaman, keyin ko'rsin. Qaranglar.